Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat, tezkor xabar. Yil boshidan beri Yugradan 159 nafar chet el fuqarosi deportatsiya qilindi. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Manti-Xanti avtonom okrugida migratsiya qonunchiligi buzilishlarini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan reydlar natijalari umumlashtirildi. Tekshiruvlar Yugra politsiya xodimlari tomonidan Rossiya Milliy gvardiyasi askarlari ko'magida o'tkazildi. Tekshiruvlar qurilish maydonchalarida, bozorlarda, sanoat zonalarida va chet el fuqarolari yashaydigan joylarda o'tkazildi. Huquqni muhofaza qilish organlarining ma'lumotlariga ko'ra, reydlar davomida 1397 ta ma'muriy huquqbuzarlik aniqlangan. 2026-yilning dastlabki 2 oyida mintaqadan 259 nafar chet el fuqarosi vidvoreniya qilindi. 6 nafar shaxsga nisbatan deportatsiya to'g'risida qarorlar qabul qilindi. Bundan tashqari Rossiya Federatsiyasiga kirishni rad etish to'g'risida 507 ta qaror qabul qilindi. Tekshiruv natijalariga ko'ra 156 ta jinoiy ish qo'zg'atildi. 2026-yil boshidan beri chet el fuqarolarini Rossiyadan deportatsiya qilish bo'yicha jami 399 ta qaror qabul qilindi. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Diqqat, tezkor xabar. Nega migrantlar Rossiyani ommaviy ravishda tark etmoqda? Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Qo'shni davlatlardan kelgan dvorniklar va qurilishdagi ishchilarning tanish qiyofasi asta-sekin o'tmishga aylanib bormoqda. Yillar davomida migrantlarni jalb qilish orqali ishchi kuchi yetishmovchiligini hal qilib kelgan Rossiya jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Xorijiy ishchilar oqimi tarixiy eng past darajaga tushdi. O'tgan yilning dastlabki 9 oyida mamlakatga atiga 88.900 kishi kirdi. Bu oldingi 10 yilliklarga nisbatan juda kam ko'rsatkich. Mutaxassislar migrantlarning asosiy sababi sifatida iqtisodiy omillarni keltirmoqda. Rublning zaiflashishi va narxlarning keskin ko'tarilishi tufayli Rossiyada ish haqi jozibador bo'lmay qoldi. Shu bilan birga ishchi kuchining 87%ni tashkil etuvchi Markaziy Osiyo mamlakatlari O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston faol ravishda o'z zavod-fabrikalarini qurib, infratuzilmasini rivojlantirmoqda. Daromadlar o'rtasidagi tafovut kamayib bormoqda va ish haqidagi oz farq uchun minglab kilometrlarni bosib o'tish endi ko'pchilik uchun mantiqsiz bo'lib qoldi. Moliyaviy masalalardan tashqari, hukumat siyosatining qattiqlashishi ham rol o'ynadi. Rasmiylar hujjatlarni rasmiylashtirishni qattiqlashtirdi va xavfsizlik tekshiruvlarini kuchaytirdi. Yangi qoidalar ijtimoiy nafaqalarga ham ta'sir ko'rsatdi. Endi tug'ruq kapitali faqat Rossiyada tug'ilgan bolalarga beriladi. Bundan tashqari, bir qator jinoyatlar endi fuqarolikni darhol bekor qilish va deportatsiya qilish xavfini tug'diradi. 2022-yildagi qisman safarbarlik ham qo'sh fuqaroligi bo'lgan migrantlarning mamlakatga kelishiga to'siq bo'la boshladi. Chunki Rossiya pasporti endi avtomatik ravishda egasini harbiy xizmatga ro'yxatdan o'tishga majbur qiladi. Ko'pgina potensial migrantlar uchun bu yoqimsiz surpriz bo'ldi. Boshqalarni ham Rossiya fuqaroligini olishga ishtiyoqini so'ndirdi. Mamlakatda qolgan chet elliklar endi qurilishda yoki dvornik sifatida arzon ishchi kuchi bo'lishni xohlamaydi. Ishchilarning yanada qulayroq sohalarga oziq-ovqat yetkazib berish, kuryerlik xizmatlari va chakana savdoga ommaviy ravishda ko'chib o'tishi kuzatilmoqda. U yerda ish sharoitlari yaxshiroq va ish haqi ko'pincha yuqoriroq. Bunday vaziyatlarda ish beruvchilar muqobil yo'llarni izlashga majbur. Ba'zilar Shimoliy Koreya yoki Afrika mamlakatlaridan ishchilarni jalb qilishni ko'rib chiqsa, boshqalari esa avtomatlashtirishga tayanib, qo'l mehnatini robotlar bilan almashtirish niyatida. Davlat dumasi eski migrantlarga modelining davri o'tganini ta'kidlamoqda. Deputat Mixail Delyagin ishchilar ish haqining katta qismi vositachilar qo'liga o'tib ketishiga olib keladigan korrupsiya sxemalariga ishora qiladi. Shu bilan birga deputat Oksana Dmitriyeva migrant ishchilarning katta oqimiga ehtiyoj sun'iy ravishda oshirib yuborilganini va mamlakatga past malakali ishchilarni almashtirishga qodir malakali mutaxassislar kerakligini ta'kidlamoqda.
Biroq migrantlarni boshqa chet elliklar yoki robotlar bilan to'liq almashtirish g'oyasi ular o'ylaganchalik oddiy emas. Yangi mamlakatlardan kelgan ishchilar ham o'qitish, hujjatlarni rasmiylashtirish va uy-joy bilan ta'minlash, til muammolarini yo'qotish lozim. Bu esa vaqt va pulni talab qiladi. Robotlarga kelsak, avtomatlashtirish barcha sohalar uchun mos emas. Qurilish, uy-joy kommunal xizmatlari va qishloq xo'jaligi hali ham mashinalar hali to'liq bajara olmaydigan ko'p qo'l mehnatini talab qiladi. Bundan tashqari, texnologiyalarni joriy etish katta investitsiyalarni talab qiladi. Bu esa har bir ish beruvchining qo'lidan kelmaydi. Shuning uchun migrantlarni tez va to'liq almashtirish haqida gapirishga hali erta. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Migrantlar kutgan kun keldi. Tojikistonlik migrantlar uchun yaxshi xabar. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Endi ular Rossiyaga ishlashga kelishdan oldin o'z vatanida tibbiy ko'rikdan o'tishi mumkin. Tojikiston bergan tibbiy ma'lumotnomalarni patent olishda taqdim etishi mumkin. Rossiya bu hujjatlarni tan oladi. Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi tegishli bitim ratifikatsiya qilindi. Manba Migrant Mobil. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Diqqat, endi migrantlarga ehtiyoj keskin oshadimi? Rossiyaga 2030-yilga kelib ko'proq migrant kerak bo'ladi. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Rossiya iqtisodiyoti kelgusi yillarda jiddiy ishchi kuchi tanqisligiga duch keladi. Prognozlar shuni ko'rsatadiki, 2030-yilga kelib taxminan 11 million yangi ishchini jalb qilish, shuningdek mehnat bozorini tark etayotgan 12 milliondan ortiq rossiyaliklarning o'rniga odam topish kerak bo'ladi, deb xabar beradi Prime Press. Ushbu muammoni hal qilish uchun chet eldan kadrlar qidirish kuchaytirildi. Asosiy e'tibor Janubiy Osiyo mamlakatlari va qo'shni davlatlarga qaratilgan. Manbalarga ko'ra Hindiston, Shri-Lanka, Bangladesh, Turkmaniston va boshqa bir qator mamlakatlardan ishchi kuchini jalb qilish bo'yicha muzokaralar allaqachon olib borilmoqda. Bu holat yangilik emas. Bugungi kunda minglab xorijiy ishchilar Rossiya iqtisodiyotining asosiy tarmoqlarida ish bilan ta'minlangan. Janubiy Osiyo, Shimoliy Koreya va Xitoydan kelgan migrantlar qurilish sanoatida, restoran biznesida va xizmat ko'rsatish sohalarida ishlaydi. Migratsiya bo'yicha mutaxassislarning ta'kidlashicha, ishchi kuchi yetishmasligi bir nechta omillar tufayli yuzaga keladi. Bularga mehnatga loyiqatli aholining kamayishi, ishchi kuchining qarishi va ba'zi ishchilarning boshqa sohalarga yoki mamlakatlarga ko'chib ketishi kiradi. Bu yetishmovchilik ayniqsa qurilish, transport, ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalarida keskin seziladi. Shu bilan birga ishchilarga ehtiyoj ortib borishi bilan migrantlarning o'zlariga qo'yiladigan talablar ortib bormoqda. Hujjatlar, tibbiy ko'riklar va yashash qoidalariga rioya qilish kuchaytirilmoqda. Bir qator mintaqalar ayrim sohalarda ishlaydigan chet elliklarga cheklov joriy qilmoqda. Bu mamlakatlarga ishchilar kerak degan ma'noni anglatadi, ammo hujjatlar va tekshiruvlar yanada qattiqlashmoqda. Migrantlarning o'zlari uchun bu ikki tomonlama zarbani anglatadi. Bir tomondan ishchi kuchiga talab oshadi. Bu esa ba'zi sohalarda ish topishni osonlashtiradi. Boshqa tomondan hujjatlar, patentlar yoki tibbiy ma'lumotnomalar bilan bog'liq muammolar tufayli ishdan bo'shatish xavfi ortadi. Shuning uchun Rossiyaga ishlashni rejalashtirayotganlar uchun barcha hujjatlarni oldindan tayyorlash, rasman ishlash va patent hamda boshqa hujjatlarni yangilash sanalarini kuzatib borish muhimdir. Shu tariqa 2030-yilga kelib Rossiyada mehnat migrantlarining roli yanada sezilarli bo'lishi mumkin, ammo ularga qo'yiladigan talablar ham avvalgidan yuqori bo'ladi. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.